Tog'a, ro'pparasi 15 ta tish tushyapti. 15 ta. Qanaqa tish qo'yib beray tog'a? Oq tish qo'yib berasan deb jiyanim endi qanchadan bo'lyapti o'zi? Bekanalarga 140-130 dollar qo'yaman. Siz tog'amsiz. Mayli, zarar qilsam qilibman tog'a. 100 dollardan bering, har biriga bo'ladimi? Men ham sharoitimni tushundim. Jiyanim, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tog'amsiz u. Yaxshilik qoladi. Sen bekarga o'qishni bitirishingni kutyapman jiyanim. Kerak. Qani o'tiring. Va xizmat. Oq tish qo'ydirish kerak edi. Qancha bo'lyapti? Oqchida eng yaxshisi 70 dollardan bo'lyapti. San kelishtirib bering. Aka, eng yaxshisi aka. Jiyan, Meni kreditim ko'pda tog'a. Agar videolar sizga yoqqan bo'lsa, mazza qilib kulgan bo'lsangiz, Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosing va obuna bo'ling. Zo'rlari oldinda.